Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda nonli kabob, ya'ni non kabob pishiramiz. Avvalo iliq suvga tuz, shakar, dro'jani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin o'simlik yog'i solib muz solib xamir qorib olamiz. Xamirimiz o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi uni ustini yopib o'rab qo'yamiz. Iliqroq joyda. Ana endi to'g'ralgan go'shtlarimizni tavoga yog' solib qovurishni boshlaymiz. Go'shtimiz qovurilguncha nonni ichiga solinadigan piyozimizni tuzli suvga solib qo'yamiz. Bu piyozni achchig'i ketish uchun qilinadi. Mana go'shtimiz ham qovurilib qolibdi. Endi unga piyoz solib aralashtirib qovurib olamiz 1-2-3 daqiqa. Uning ustiga tuz, murch, paprika solib yaxshilab aralashtirib olamiz va unga 1 stakan suv solamiz. Olovni o'rtacha balandlikda qo'yib, yarim soatdan ko'proq 35 daqiqa, 40 daqiqa dimlab qo'yamiz. Suv ketishi kerak, qaynab. Mana xamirimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi bu xamirimizni go'shtimiz 500 gram bo'lgani uchun 5 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Har bir nonni ichiga 100 gramdan to'g'ralgan go'sht solinadi. Mana xamirlarni zuvala qilib pergament qog'ozi to'shalgan idishimizga terib olamiz. Va xamirimizni issiqroq joyda ustini bostirib qo'yamiz. Men duxovkani yoqib qo'yganman. Mana issiq joyda 15 daqiqa qo'ydik. Nonimiz ko'tarildi. Endi unga tuxum sarig'i surtib chiqamiz.
Azizlar, agar sizlar kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingizni juda ham istardim. Shunda roliklarimiz keng ko'lamda tarqaladi. Mana bitta tuxum sarig'ini qoldirmasdan surdik. Endi esa non ustiga qora zira sepib chiqamiz. Faqat non ustiga somsalaga sepiladi. Endi buni boshqa viloyatlarda qora sedana deyishadi. Biz Xorazmda qora zira deb aytamiz. Mana go'shtimiz tayyor bo'libdi. Endi unga 1-2 dona, 1-2 zubchik chesnok solib yana dimlab qo'yamiz. Piyozimizni ham suvni ketkazish uchun suvdan olib qo'ydik. Mana 35-40 daqiqada nonimiz shuni chiroyli bo'lib pishib chiqdi. 180 gradusga qo'yganman. Mana endi ozgina petrushka, ozgina shilotni mayda to'g'rab, unga uzum sirkasi qo'shdim. Men hamisha uzum sirkasi ishlataman. Bu hozir piyozga juda mazali ta'm beradi. Ham ishtahani ochadi. Mana nonlarimizni kesib oldik. Endi nonimizni ichiga birinchi mana shu go'sht bilan piyoz, chesnoklarni mazasi chiqqan yog'dan surib olamiz. Cool. Mana juda chiroyli bo'ldi. Mana shunday qilib hammasiga go'shtlarni solib, piyozlarni solib chiqamiz. Mana non kabobimiz ham tayyor bo'ldi. Men esa sizlarga yoqimli ishtaha tilab, sihat salomat bo'linglar deb qolaman.